Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xonadonlar tinchmi? Hammaning xonadonlari tinchmi? Men sizlarga bugun boshqa mavzuda video tayyorlagandim. Mana shu qo'zilarni bugun cho'pondan oldik. Bitta qo'zini oldik. 3.700.000, bittasi 3.800.000 bo'ldi. Mana shunday qo'zi, erkak qo'zilarni oldik. 5 oylik, 4 oylik erkak qo'zilar. Mana bu bittasi o'zimizda bor edi. Bu o'zimizning qo'zi, uydagi qo'zi. Endi bu qo'zilarning ertaning ukol dorisi, nima ukol qilinadi, qanaqa vitaminlar uriladi, qanaqa vitamin ukol dorilar uriladi, shularni hammasini ko'rsatib beramiz. 3-4 kundan keyin yungini olib, cho'miltirib, yana bir 10 kundan keyin yana vitamin ukol, gijjaga dorilar berishlarni video qo'yib boramiz. Endi bu qo'zilarni uch oy boqamiz, yetilguncha. Ko'ramiz necha oy boqamiz. 2-3 oy boqish niyatimiz bor. Qanaqa yemlar beriladi, necha mahal yem beriladi, qanaqa xashak, qanaqa vitaminlar beriladi, shularni videoga qo'yib boramiz. Bu qo'zilarni cho'pon amakidan oldik. 3.700.000 dan, bittasi 3.600.000, 3.800.000 bo'ldi. Mana salqin joyda, qo'yxonamiz salqin joyda, jar bo'yida joylashgan. Mana bu yong'oq tagida. Bular salqin joylar. Qo'ylarning hozir charchog'i bor, qo'zilarning charchog'i tog'dan kelgandagicha charchog'i bo'lib, hali charchog'i chiqmagan bular. Ovqat ham sust yeyapti, charchog'i bor. Hamma ovqatni mana bu yeb qo'yadi, berilgan ovqat. Uyda yotgan qo'zida bu. O'tgan yildagi qo'zi bu, yetim qo'zi. Sut emgan qo'zida. Uncha o'smagan bu. Bu odam ko'rgan emas. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Kanalimiz yangi, iltimos sizlardan. Obuna bo'lib qo'yinglar. Kuzatuvchilar. Bizning kanalimiz yangi hali. Obunachilar kam, ko'ruvchilar ko'p, lekin obunachilar kam, layklar ham kam. Iloji bo'lsa ko'proq obuna bo'lib ko'ringlar, layk ko'proq bosinglar. Kanalimiz rivojlanib ketishiga yordaminglar kerak. Hali yana 3-4 ta qo'zilar olamiz. Kuchimiz yetguncha yoniga qo'yamiz. Sizlarga video qilib tashlaymiz. Qanchadan olganmiz, qanaqa narx bo'lgan. Shularni asta-asta ko'rsatib boraveramiz sizlarga. Faqat obuna bo'lib ko'ringlar, iltimos sizlardan obuna. Kanalimiz yangida, hali obuna bo'lmaganlar ko'p ekan. Charchoq borda, qo'zilar charchoq bor, tog'dan kelgan kecha. 2 sutka yo'lda yurib kelgan charchog'i bor.
Ertaga endi xudo xolasa bularga gijja dori, vitamin dori, ukol dorilarni olib chiqib, necha grammdan qilamiz, qaysi vaqtda qilamiz, necha kunda qilamiz, hammasini videoga qo'yib boramiz. Salqin joylar, o'tlar qo'zilayotgan joy salqin. Jarri bo'yi buyog'i jarlik, chuqurlik. Mana bu yong'oq, katta yong'oq tagida. Bu yoqda jarlik, to'qayzor. To'qayzori bo'yida qo'yxonamiz. Mana bu yoqda jar. Bu yoqda pastlik. Turg'izaman desam charchagan, turmayapti ham. Turadi yotib oladi, turadi yotib oladi, sirazi. Bu yoqda olmalar, bu yoqda yong'oqzor. Jarri, to'qayzor, ichpolni yong'oqzor. Bu olma, bu yoq gilos. Bu yoq giloszor. Narigi tepa taraf esa hammasi tok, tepa tekislik tok. Bu yog'i jarli joylar, gilos, olma, jarri chuqur, yong'oqzor. Bu o'tgan yilgi sut emgan qo'zi 1 yildan beri video yotibdi. Odamga o'rgangan qo'lga bu. Jim tur, seni kameraga o'ratam, jim. Jim tur. Jim. Tomoshabinlar obuna bo'lib qo'yinglar, obuna bo'lib ko'ringlar, iltimos sizlardan. Obuna bo'lishni ayamanglar bizlardan. Rivojlanib ketsin kanalimiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Fikringlarni bildirib qolinglar, iltimos sizlardan.